Assalomu alaykum. Men Danatbek Hasanov. Sizlar bilan front-end darslarini davom ettiramiz. Unday bo'lsa, papkamizga kirib olamiz. Developers Community, Ctrl Shift N, 10-dars. Bunga kiramiz va buni SMD oynasidan ochib olamiz. Code index.html. Index.htmlni ichidan ochib olyapmiz. Bu bizga kerak emas endi. Buni saqlab qo'yamiz. Saqlaymiz. Mana bu fayl lokatsiyasini ochamiz. Ctrl KO 10-dars select folder qilamiz. Papkani tanlab oldik mana. Bu yerda index.html bu. Keyin bitta papka ochamiz. css degan. css. Keyin o'sha css papkani ichiga style css ni ochamiz. Style f2 style.css. Mana shift 1 bilan strukturasini ochib olamiz. Strukturani ochib olgach, biz styleni uramiz. Style css'ni link css style css. Bugun sizlar bilan rootlarni o'rganamiz. Rootlar nima desak? Root in css. Rasmlar. Mana. Ular ham selectorday narsa. Hozir ko'rib chiqamiz. Qarang. Bitta box ochib olaman. Box. Keyin ichiga ashvan bilan salom deb yozaman. Keyin css ga o'tib root ochib olaman. 2.root. Keyin mana. Endi bunga ikkita chiziqcha, keyin nom yozamiz. Uni farqi yo'q nomni. Inglizcha bo'lsa yaxshiroq. Masalan, background color deymiz mana. Keyin rang berib qo'yamiz mana. Background color kelinglar. Green berib qo'yaylik. Yashil. Keyingisi font size. Masalan, buni xohlagan nom berish mumkin. Masalan, matn shrifti. Masalan, keyin matn shriftiga kelinglar Times New Roman. Times New Roman. Mana. Mana bilamiz mayli. Keyin matn rangi oq rang bo'lsin. Yana qanday narsalar, kerakli narsalar. Border radiusi, border radius 10 piksel masalan. Border 2 nuqta qo'yaylik. Borderni o'zi masalan 2 piksel solid black. Mana. Men blackda masalan red qilib qo'yishimiz mumkin. Mana. Hozir ko'radigan bo'lsak, hali hech nima o'zgargani yo'q. Mana salomni o'zi turibdi. Endi mana bunga class berib qo'yaylik, hashvanga classga hello masalan. Endi mana bu yerga yozamiz. Helloga font
size var. Lekin shuni yozish kerak. Hozir buni font size ham qo'shamiz. Font size 30 piksel masalan. Endi mana bu yerga font size yozib qo'yamiz. Font size mana 30 piksel, har o'zi 30 piksel ekanmancha, mana buni 50 qilib qo'yamiz. Mana kattalashdi ko'rgan bo'lsanglar. Yana background bunga emas, keraklarni qo'yib beramiz. Color rangi, color var. Ikeni mana bu yerda matan rangi. Mana buni belgilab qo'yamiz. Keyingisi font family, matan shrifti, color kerak emas hozircha. Rang berildi, radiuslar kerak emas. Keyingisi boxga beramiz endi. Box background color, background color var. Background color beramiz. Border deb var. Border beramiz. Border radius deb var. Border radiusni berib qo'yamiz mana. Mana ko'rgan bo'lsanglar, biza CSS mana bunga ishlatadiganimizni yozdik, keyin mana bu yerga qo'yib qo'ydik. Bu narsa nima uchun kerak? Masalan, qaranglar. Hozir bitta sayt ochaman. Ilmga yo'l deb berilgan. Yo'l ekan. Kiramiz saytiga. Mana. Ko'rgan bo'lsanglar, hozir dark readerni o'chirib qo'yay. Mana bu buttonlar rangi sariq rangda turibdi. Mana buni ham rangi sariq. Mana matnlar ham sariq, hammasi sariq mana. Olov rangda mana. Deyarli hamma rangi sariq rangda turibdi mana. Mana ko'rnolar ham, kartalar ham, atrofi. Mana logogacha tashi sariq. Bir rasm. Agar ana shu o'quv markaz logosini o'zgartirsa, masalan, orqa bir yashil rangga oid narsa qilsa, endi o'sha dasturchi mana bu sariq, hammasini bittalab o'zgartirib chiqishiga to'g'ri keladi. Lekin agar root bilan ishlagan bo'lsa, mana bu biza yozuvni oq qildik mana. Agar ana shuni root bilan qilgan bo'lsa, mana bu yellow ni greenga o'zgartirib qo'yadi. Biza yellow qilib qo'yaylik. Oqni yellowga o'zgartiramiz. Mana sariq bo'ldi. Biza mana bu yerdan rangni qidirib chiqib, topib o'zgartirishimiz kerak emas. Bugungi mavzu shundan iborat. Sizlarga uyga vazifa qilib Figma dizayn beraman. Figma .com bilan o'chirib tashlaymiz. Figma.com o'ziga kiraylik. Sizlarga vazifa praktika bo'ladi. Keyin sizlar uchun bitta yangilik bor. Bizni agar YouTube kanalimizni kuzatayotgan bo'lsangiz, YouTube kanalimga e'lon chiqardim. Telegram kanalga chiqardim. Keyin Instagramga ham chiqardim. Kiramiz akkauntga mana. Onlayn darslar.uz. Mana bu yerda noldan veb-sayt yaratish degan bitta video. Ichiga kiramiz. Kirganimizdan so'ng mana opisaniyasiga o'tsak, mana salom do'stlar, shanba va yakshanba kunlari
soat 10:00 dan 12:00 oralig'ida men bilan birga video chat formatida to'liq bitta veb-saytni noldan boshlab yaratishni o'rganamiz. Uni telefon versiyasini ham, tablet versiyasini ham, kompyuter, desktop, hamma televizor versiyasigacha hatto tahlab ko'ramiz. Keyingisi yaratishni o'rganing. Darslar davomida siz quyidagilarni o'rganasiz: ijtimoiy siyosiy asoslari, amaliy loyiha, haqiqiy saytni kodlash, front-endda ishlash bo'yicha foydali maslahatlar. Darslar YouTube va Telegram kanallarimda jonli efirda bo'ladi. Kanal havolalari: YouTube kanalim, mana YouTube o'zi shu kanal, keyin Telegram kanalim, mana Telegram kanalimga o'ta bo'lsa, keyin boshlanish vaqti shanba va yakshanba soat 10:00 ga boshlanadi, 12:00 da tugaydi. Birgalikda noldan boshlab haqiqiy front-end dasturchiga aylanamiz. Albatta, kirib ko'ring, mana videoni ham men ana sun'iy intellekt orqali yaratdim va qo'ydim. Sizlarga uyga vazifa beraman hozir. Lekin o'sha shanba, yakshanba kun o'sha bergan uyga vazifamni to'liq veb-sayt ko'rinishigacha olib kelamiz. Hozir men ochib olay. Biroz kutamiz. Mana o'chyapti. Biroz kutib turaylik. Ungacha sizlar bilan kursorlar haqida gaplashib turamiz. Keling, mayli. Kursor sizlar bilan gaplashib o'tgandik oldin ham. Pointer bor. Masalan, mana olib kelsak, pointer bo'ladi, ushlanadigan. Keyingisi not allowed. Ruxsat berilmagan, mana. Olib kelsak, ruxsat berilmagan. Keyin mana copy bor. Copy. Mana qoladigan bo'ladi. Resize mana. Hajmi o'zgaradigan bo'ladi. Yon boshiga borderga berib qo'yiladi, menimcha bu. Mana. Biror bir narsani kichiklashtirish, kattalashtirish mavzusi. Shu narsa menimcha. Shunaqanday. Pigment dizayn o'chiryapti. Shu narsa. Sizlarga kursorlarning turini tashlab qo'ygan edim. Adashmasam. Tashlab qo'ygan ekanman. Telegram kanalida topishingiz mumkin. Keyin sizlar bilan yana bir hoverni ham ko'rib o'tamiz. Kursor bu bosilganda, hover bu ishon ustiga tekkanda. Qaranglar. Masalan, nuqta hover, mana nuqta hello, 2 nuqta hover, bitta nuqta ekan, hover, keyin figurali qavs ochamiz va ichiga masalan buni rangi sariqda turibdi. Mana bu yerda yellow da, endi mana bu yerda kelinglar black ga o'zgartiramiz. Black. Keyin mana bu rangi matn rang deb qo'yaylik, mayli. Rang va mana bu yerda color var matn rang. Kursor ekin pointer mana. Ko'rgan narsamiz mana. Ustiga olib kelsak, mana qora rangda bo'ladi va belgilanadigan bo'lib turibdi. Mana. Uyga vazifani hali ham ochmadi. Biroz kutib turamiz. Men buni Telegramga ham tashlab qo'yaman. Hozir sizga rasmini ko'rsataman. Mana bu narsani qilish kerak. Mana bu button, xuddi o'zidagi chiqish kerak. Mana bu orqaga rasm qo'yiladi. Xarita qo'yotmang. Mana bu o'rtadagi bitta div, hech qanday bir qo'yilgan narsa o'zi rasmniki emas. Mana bu divni yasab qo'yasizlar. Keyin mana bu yerda belgilab qo'yasizlar, mana bularni yozasizlar, yozib chiqasizlar. Keyin mana bu mishkachani bu rasm emas, ustiga borsa
pointer bo'lyapti degani. Mana. Bo'lgan mana buni olib kelsa pointer bo'lyapti, o'shani oldiga olib kelsa deb shunga qo'yib qo'yilgan. Va rangi o'zgaryapti. Qora turgan hammasi ustiga olib borsa oqqa aylanyapti. Shuni ham e'tibordan chetga qoldirmaylar. Mana bunga ham shuni belgilab qo'yilgan. Buni ham ustiga olib kelsa shunday bo'ladi. Mana buni qilinadi. Mana bu rasmni o'chirib tashlasanglar kerak emas bu. Buni rasm deb o'ylash lozim, chunki bu rasm emas, aytib o'tyapman oldindan. Lekin mana bu ustiga 2 marta bossak mana bu rasm, mana bu esa mana qaranglar o'zi yasalgan. Buni qani yasash uchun mana ClipPass degan narsa bor. ClipPass generator. Bitta sayt bor, shunday narsalarni yaratish uchun zo'r taxlangan. CSS ClipPass maker. Nomini tanlab qilsa bo'ladi. Masalan, custom polygon. U qandaydir to'rtburchak. Mana bu yerda bitta nuqta, bu yerda bitta nuqta, bu yerda bitta nuqta, mana bu yerda bitta nuqta, mana bu yerda bitta nuqta. Bitta orqaga qaytarish bo'lmaydi. Biz buni optik shuna qo'ylar. Buni ulashish mumkin. Custom polygon. Mana bu yerga qo'yiladi, nimagadir o'xshamayapti endi. Mana bu 3 burchak turibdi. Mana masalan mana bu 5 burchakmi, bizga shuni shakl kerak bo'ladi. Mana buni olib kelib qilsak, mana bu yerga olib kelamiz. Bu yerda turadi. Mana bu yerda turadi. Mana bu yerda turadi. To'rt burchak bu esa mana bu yerda turadi. Mana bunday turadi. Mana to'g'ri yasab olasizlar. Keyin o'shani qilib olasizlar-da. Mana buni nusxa olasizlar. Mana bu yerga keyin masalan boksga mana qo'yasizlar. Endi hozir boksni ko'rsatsam sizlarga mana shakli. Shaklni oladi. Lekin uni ichiga mana sirkl bor. Buni hajmini sal kichiklashtirasizlar. Kichikroq qilib. O'sha olasizlar-da. Lekin buni ham olib qo'yib qo'yasizlar. Bo'ldi. Keyin yana mana bu kursorlarni o'rgatdim. Hover bo'lganda rangi ham o'zgaradi. Hoverda ham hozir ko'rsatib o'tdim sizlarga. Matn keyin mana bu yerda aytilgan design system mana rootga mana bilan olishlari shart. Mana birinchi rang, ikkinchi rang, uchinchi rang, to'rtinchi rang mana olasizlar. Xohlasanglar RGB, xohlasanglar HCV, xohlasanglar kodi. Mana. Keyin mana bu yerda buttonlar ham berilgan. Mana button. Bu buttonlarni ham yana shuni taxlab olasizlar. Keyin mana bu yerda heading S, heading M, mana nomlari bilan berilgan. Body M, body S, mana bu hammasini o'lchami mana 18 piksel, 28 piksel, line spacing, hammasini bu yerda yozib qo'yilgan. Tushunmaydigan joyi yo'q. Bugun darsimni shundan iborat edi. Xayr salomat bo'linglar. Uyga vazifalarni sizlardan kutib qolaman. Boyagi saytni, ko'rishgan saytimni polni 0 dan
responsive dizayngacha shanba yakshanba kuni Telegram kanalimizdagi video chatda kutib qolaman. Video chatda tushuntirib o'taman. Video vazifani ham o'sha yerda yechimlarini ko'rib olsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.